Urganch shahrida soliq bilimlari yosh avlodga respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Tanlov jarayonlari va uning natijalari hozirgi lavhamizda. Butun respublikamiz bo'ylab soliq qo'mitasi tashabbusi bilan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etilayotgan ushbu tanlov soliqlarning davlat va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, soliq to'lash har bir fuqaroning konstitutsiyaviy burchi ekanligi to'g'risida o'quvchilarda hozirdanoq ongli munosabatni shakllantirish, yosh avlodni madaniyatli va mas'uliyatli soliq to'lovchi sifatida voyaga yetkazishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi tadbirimizdan maqsad yoshlarimizni soliq haqidagi bilimlarini mustahkamlash, ularning huquqiy tafakkurini yanada boyitish va soliq islohotlari haqidagi tushunchalarni ularga yetkazib berishdan iborat. Ularning soliq sohasiga bo'lgan qiziqishlarini bugungi murosasiz va qizg'in o'tgan jarayonlarda ham ko'rish mumkin. Tanlovda kimdir o'z inshosida soliqning jamiyat hayotidagi o'rni, uning inson mas'uliyati bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'sirchan misollar bilan ifoda etgan bo'lsa, yana kimdir zamonaviy axborot maydonini tanlab, videorolik va videorelslar orqali tengdoshlariga murojaat qildi. Xiva tumanidan ishtirok etgan 5-sinf o'quvchisi Dilnura Komilova esa o'z fikrlarini ranglar orqali qog'ozga tushirib, soliqlar bilan kelajak sari degan manzarani chizdi. Men suratda soliqlar nimaga to'lanishini tasvirlashga harakat qildim. Soliqlar maktablarga, nafaqachilarga, bolalarga, shuningdek harbiy sohaga, yo'l infratuzilmasiga, yo'llarga va ko'priklarga sarflanadi. Shuningdek, men bu suratda milliyligimizni ham tasvirlashga harakat qildim. Choynak va piyolani chizishimdan maqsad choy barcha birgalikda baham ko'riladigan ichimlik bo'lgani uchun uni chizishga harakat qildim. Soliqlar yig'ilganda teng taqsimlanadigan mablag'lar deb hisoblayman. Tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra soliqlar mavzusining suratlardagi tasviriy yo'nalishida xivalik Dilnura Komilova birinchi o'rinni egallagan bo'lsa, soliqlar kecha, bugun va ertaga mavzusidagi eng yaxshi inshon muallifi Shodiya Matkarimovaga nasib etdi. Xonqalik Murodbek Qilichev tomonidan yaratilgan video material esa soliqlar nimalarga to'lanadi va nimalarga sarflanadi mavzusidagi eng yaxshi videorolik sifatida e'tirof etildi. G'oliblarga tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.